Xitayning Uyg'ur va boshqa siyosiy mahbuslarning organlarini o'g'irlab setishi, shundaqla mahbuslar hayot turibla ularning ichki organlarini elishi tanqidga uchirmoqda. Yevropa parlamenti o'tgan hafta jiddiy qarornoma ma'qullab, Xitoyning odam ichki a'zolarini ko'chirish va yo'tkab setish sodisini tanqid qildi. Shundaqla Xitoyning Paris qo'ltig'idagi boy musulmon arab davlatlari bilan bo'lgan Uyg'ur halol ichki a'zo sodisidan andisha qilayotganligini bildirgan. Atalmış Uyghur Avtonom Rayonining raisi Qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz Sharqi Turkistondagi atalmış islom dini jamiyatini ziyorat qilganda islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida chingtirish kerak deb bildirildi. Xitoy tashviqot organi Tangirtoq to'g'rining xabarida bildirilishicha, 30 aprel, ya'ni Ro'za hayitining bir necha kun qolganda atalmış Uyghur Avtonom Rayonining Qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz atalmış Şinjan islom dini jamiyati va Urumchi shahridagi No'g'ay masjidini ziyorat qilgan bo'lib, ziyorat jarayonida islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida chang turish kerak deb bildirildi. Xitoy oldingi oyda Tinch okeanidagi orol davlatlarining biri bo'lgan Solomon tog'im oroli bilan bexatarlik kelishuvini imzolagandan keyin Yaponiya hukumatı bu rayondagi diplomatiyasini kuchaytirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa G'arbiy Tinch okeanidagi orol davlati Palavani ziyorat qilganda prezident Sorangel Vippis bilan ikki taraflik va rayon xarakterlik taraqqiyotlarni muzokara qildi. Yoshimasaning aytishicha, Yaponiyaning Xitoy bilan Solomon oroli orasidagi bexatarlik kelishuviga qarata Palau va Fijiga o'xshashlar ansi bor ekan. Yer shari energiya bahosining o'sishi sababidan 4-oyda Xitoyning Rossiyadan import qilish miqdori rekord yaratdi. Egallanishicha, aprelda Xitoyning Rossiyadan importi bulturqiga o'xshash mezgildagiga selishtirganda 57% oshgan. Xitoyning Rossiyadan import qilishi tarixdagi eng yuqori saviyaga yetgan bo'lsa-mu, ammo eksporti Xitoy virusi yuqumi boshlangandan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan. Xitoyning sharqidagi Joshan shahrida osmon tuyuqsiz qizarib ketdi. Ommaviy taratqularda osmondan qizdirib ketgan ko'rinishlari tarqalgandan keyin fuqarolar sarosimaga tushdi. Doirlar bu hodisani inkor qilmagan bo'lsa-mu, lekin sababini tushuntirolmadi. Meteorologiya idorasining bayonotida bo'lsa, nurning so'nishi va paroxdagi nurning aks ettirilishi sababidan osmonning rangining o'zgarishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropada Yevropa ittifoqidan boshqa Ukraina va Angliya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan yangi siyosiy gavda qurishni o'tirib qo'ydi. Macron Yevropa parlamentida qilgan so'zida Yevropaning yadroliq qimmat qarashini qo'g'dash uchun yangi Yevropa siyosiy jamiyati qurishni tashabbus qildi. Xitoyning Shanxay shahrida yo'lga qo'yilayotgan nol yuqumlanuvchi siyosati va qattiq karantin tadbirlari xalqning noroziligini qo'zg'adi. Shanxaydagi Sharqi Xitoy siyosiy va qonun universitetining asosiy qonun professori Tong Jevi tarafidan Weibo'da e'lon qilingan va karantin tadbirlarini tanqid qilgan bir xat qisqa vaqtda o'chirildi. Shundaqla 400 ming agashkuchisi bor bu professorning hisobi to'g'ritildi.